Bilamanki, shu brendni internetda ko'p ko'rgansiz. Bu Lagom brendi. Keling, men sizga shu brendning mahsulotlarini, afzalliklarini batafsil tushuntirib beraman. Birinchisi gel для умывания. Juda ham quruq va sezgir terlar uchun ideal. Prozrachniy upakovkasida hammaga ko'rinib turadi. Lagomda yana bitta penkasi bor, bu chuqur tozalash uchun. Bu penkasi ko'proq kombi yuzlarga tushadi va ta'sirchan yuzlarga. Poralarni yaxshi tozalab beradi. Eslab qolinglar, prozrachniysi slishkom quruq yuzlarga, oq rangligi esa kombi yuzlarga. Keyingi etap bu toner. Toner hamma yuzlarga tushadi, bu namlantirib beradi va keyingi etapdagi o'qitni surish teringizni tayyorlab beradi. Agar sizga tonerning sprey varianti yoqsa, shunaqa mist bor. Hozirgi ko'rsatgan toner bilan bir xilda ishlaydi, lekin bu tonerda kun bo'yi bir necha marta sepib yursangiz bo'ladi. Keyingisi tinchlantiruvchi, qizarishlarni oldini oladigan siviritka. Bilingki, agar teringiz ta'sirchan bo'lsa, sizning o'qingizda обязательно tinchlantiruvchi vosita bo'lishi kerak. Unaqa mahsulotingiz yo'q bo'lsa, teringiz shikastlanadi. Keyingisi namlantiruvchi krem. Bu krem hamma yuzga tushadi, umuman ter tanlamaydi, yaxshilab namlantirib beradi yuzingizni. Buni badaningizga ham namlantirish uchun sursangiz bo'ladi. Quruq va ta'sirchan yuzlar uchun Lagomning alohida namlantiruvchi kremi bor. Teksturasi yengil, yuzni yog'lantirmasdan tez singadi. Sizlarga yana bitta zamet, chap tarafdagi quruq va ta'sirchan yuzlarga, o'ng tarafdagi normal va kombi yuzlarga. Va nihoyat SPF kremlarga yetib keldik. Juda ham yengil, oqartirib tashlamaydi, yog'lantirmaydi. Sumkangizda ham olib yurishga udobniy variant. Xuddi shu SPFda boshqa dizaynligi bor, ishlashi va tarkibi bir xilda, lekin buni hajmi kattaroq. Juda ham chiroyli dizaynda qilingan ekan. Bularda farqlari yo'q, prosta ko'rinishdan qaysi biri yoqsa, shuni tanlasanglar bo'ladi. Va eng oxirgi mahsulotimiz Lagom SPF Stick. Ustidan dizaynerlari zo'r ishlashibdi, lekin juda ham yumshoq, hidi shirin bo'lgan SPF. O'zi kichkina ko'rinadi, lekin juda ham barakali ekan.